Yurtimiz bo'ylab 5-Respublika kitobxonlik haftaligi start oldi. Toshkent shahrida joylashgan Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasidan videokonferensiya aloqa tarzida barcha viloyatlar bog'lanib tashkil etilgan ochilish marosimiga Farg'ona viloyati ziyolilari Ahmad Farg'oniy nomidagi viloyat axborot kutubxona markazi orqali bog'landilar. Unda so'zga chiqqan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori Asadjon Xadjayev, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi raisi Sirojiddin Said va boshqalar davlatimiz rahbari tomonidan yurtimizda kitobxonlikni targ'ib qilish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar bugun bo'y ko'rsatayotganligini ta'kidlashdi. Yurtimizda 5-marotaba o'tkazilayotgan kitobxonlik haftaligi mamlakatimizda kitobsevar qatlamning yanada ortishiga hissa qo'shishiga umid bildirildi. Ta'kidlandiki, kitobxonlikni targ'ib qilish bo'yicha barcha hududlarning o'ziga xos an'analari shakllanmoqda. Bu borada Farg'ona viloyati yetakchi sanaladi. Xususan, Farg'ona viloyati hokimi Xayrulla Bozorov tomonidan 2025-yil Farg'onada kitobxonlik yili deb e'lon qilingan. Viloyatimizda Farg'ona tajribasi sifatida davlat xizmatchisi kutubxonada bir kun loyihasi joriy etildi. Mazkur loyiha doirasida bugungi kungacha 55 mingdan ortiq davlat xizmatchilari Milliy kutubxona tasarrufidagi Farg'onada joylashgan 19 ta tuman shahar axborot kutubxona markazlariga nafaqat a'zo bo'lyaptilar, balki kitoblar o'qib, har hafta ularning ma'lumotini bir-birlari bilan almashishayotganligi bu juda ham quvonarli hol. Aslida kitob ma'naviy qalbimizning ko'zgusi. Farg'ona azaldan kitobxonlar yurti, kitobsevarlar yurti. Aynan prezidentimiz tashabbusi bilan o'tkazilayotgan yosh kitobxon tanlovlarini, prezident sovg'alarini 3 ta Spark Farg'onada yurganligi ham bunga berilgan eng yuksak baho deb bilaman. Videokonferensiya aloqa shaklidagi tadbirda so'zga chiqqan viloyat hokimining o'rinbosari Sherzod Polvonov Farg'onada 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan fuqarolar orasida kitob o'qishni targ'ib qilish borasida olib borilayotgan ishlar, bu borada belgilangan dasturlar, kitobxonlik targ'ibotida Farg'ona tajribasi borasida ma'lumotlar berdi. Tadbirda haftalik doirasida barcha hududlarda davra suhbatlari, yozuvchi va shoirlar bilan adabiy uchrashuvlar, mahorat darslari, kitob taqdimotlari, yarmarkalar, ko'rgazmalar, aksiyalar tashkil etilishi ma'lum qilindi. Eslatib o'tamiz, 5-Respublika kitobxonlik haftaligi 27 aprelga qadar davom etadi.